Ko'pchilik sevib tomosha qiladigan Shohruxxon, Hind aktyori. Burniga e'tibor beramiz. Burni uchli boshlanib, past qismi kengayib katta. Bular o'ta sezgir, intuitsiyasi kuchli va bular pul topish yo'lini biladigan, ya'ni boy bo'lish qobiliyati bor insonlar. Qoshlarini qarang, tepaga ko'tarilgan va ingichkaroq bo'lib ketyapti. Bunday insonlar uzoqni ko'ra oladi, oldindan rejalarni tuzib va to'g'ri yo'liga borishni biladi. Va ko'pincha ko'p narsaga xavotir bilan yoki bo'lmasam ikkilanish bilan qaraydi degan. Peshonadagi ajinlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p hayron bo'lish, jahl qilish, ko'pincha asabiylashish holatida, balkim ba'zi bir narsalarda ko'ngli to'lmasligida bo'ladi. Ko'zlariga qaraydigan bo'lsak, ko'zlari chuqur joylashgan, ya'ni sizni uzoqdan ko'ra olish, kuzata olish, sizni yaxshi tushuna olish va mehr shafqat, empatiya hissiyotlari ham kuchli degan ma'noni bildiradi. Lablari esa qalin. Bunday insonlar qanday yashash kerakligini, o'zini qanday xursand qilish kerakligini, ya'ni hissiyotlarga boy insonlarda bo'ladi va shu bilan birgalikda boshqalarni ham hissiyotini tushunadigan. Ba'zan esa o'zini huzuri uchun ham yashaydigan insonlarda kuzatiladi. Yuz qismiga qaraydigan bo'lsak, yuzi to'rtburchak va ozgina uzunroq, ya'ni trapetsa hisoblanadi. Bu yerda mana bu dahaniga qaraymiz. Dahanida ozgina o'tkir bor. Bu degani agressiyasi ham bor va liderlik hissiyati ega. Quloqlari yuziga nisbatan o'lchovga qaraganda kattaroq. Demak, bunday insonlar eshitishni, tinglashni, analiz qilishni yaxshi biladi. Sochlari tepaga ko'tarilgan. Bular vaziyatda jahl tez chiqishi, lekin o'zini tez qo'lga olishi ham kuzatiladi. Bo'yni uzunroq, demak bular uzoq o'ylab analiz qilishni biladi.